Xudo saqlasin. İnan shunday holatni men dushmanim ham ravo ko'raman. Agar mabodo inan shunday holat yuz berib qolgan taqdirda sizlarni, ya'ni yurtdoshlarimizni uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish maqsadida Urganch shahrida joylashgan BYD GM brend do'koni inan o'zini servisida xizmatlarni yo'lga qo'ydi. Xudo xolasa berdi. Inan marka mashinalar bormi? O'zbekning GM mashinalari bormi? Hozir toza chiqib turgan. Hava BYD, elektromobil, Jetower, BMW, Mercedes, Li9, Любой marka mashina zapchaslarini doğrudan doğru skladdan, joyidan qo'parib olib, mashinangizga qistirib beradilar. Undan tashqari GM mashinalardan ham umuman problema yo'q. Chunki bu skladda hamma mashinalarni, ya'ni Nexia 3'dan Tico'dan tutib Tahoe mashinagacha zapchaslar originallari topiladi. Hozirgi video obzorimiz inan shu BYD GM brend do'konini servisidan bo'ladi. Ketdik. Skladga kirishimiz bilan meni ishi skladda yana Behruzbek kutib olib turibdi. Assalomu alaykum Behruzbek. Assalomu alaykum. Patata, hamasa geldingizmi? Harman. Tanajoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, sizning ishbilarmon tadbirkorlar ko'paysin. Yurtdoshlarimizga favqulodda holat, ya'ni avariyali holatlari bo'lgan vaqtda sizning servisingizda, skladingizda, inishinangizda navoiy imkoniyatlar borligini bir tanishtirib bering. Xudo xolasa bizning servisimizda original kuzovlar Tico'dan tortib Tahoegacha hozirgi kunda ommabop mashinalarni hammasini ehtiyot qismdan topishimiz mumkin. Havo. Bu tarafda Gentra, Cobalt, Nexia 3 Spark'lar avariyaviy va toza novi kuzovlar mavjud yana. Gentra avtomobili bo'ladi, lyukli bo'ladi. Iban tarafda masalan bizdan kuzov olgan mijozlarimiz uchun o'zini eski kuzov yana avariyaviy kuzovlarni ham hisoblab olamiz. Trading, hozirgi tilda trading. Bu yerda to'liq kuzovno yana. Kuzovlar? Ava. Bu tarafda yana mashinani sploshnoy bokovina deb aytiladigan vaziyatlar. Yana hammasi bayana. Nexia 3 islam, Cobalt islam, Gentra'mi ichida eshikoti bilan damaslar yana. Krishalar yana, tomlar yana. Damasli tomlar, ha? Bu taraflarda Cobaltlarni kam yana hamma mashinaniki bor ko'rishingiz mumkin bu assortimentda yana. Rahmat sizlarga, sog' salomat bo'linglar. Bu родной trakkermi bu? Bu paket trekker bu. Bunda kapot, krellari, 4 eshiklari turgan. Zavoddan kuzovini chiqqanmiz biz buni. Xo'sh. Eslading mijozlar keladi, elda krelni desib qo'yadi, bo'yatib mashinani boqqa tushmasin deydilar. Shuning uchun biz kelamiz, boltini eshitamiz, to'g'ri beramiz. Boltindan yozdirib olib, masalan, eshikni meni hozir klient kelsa, ishi DTP bo'lib kelsa, eshikni ham ichib beramiz bizlar, farqi yo'q. Bo'yatib o'tirma, mashinam ustaxonada yotmaydi. Bir kunda ishim bitsa, yarim soat, bir soat ichida dara qo'yiladidan bota. Olinadi, qo'yiladi, tamam. Original bo'lib turaveradi. Ava. Hamma mashina bayna, Gentra'lar ham, Trekker, Onyx hamma mashina bor. Hurmatli yurtdoshlar, buning imkoniyatlarini yetish kerak, faqat va faqat foydalanish kerak. Mashin qirilsa qiras kelataman va ortiqcha ovoragarchilikka ustaga haq beraman deb o'tirmaysizlar. To'g'ri, do'konni servisidan kelasizlar. Radnoy bosiladi. Radnoy originalni kuzovni o'zidan yechilib beriladi, bemalol daqiq ketaverasizlar. Xudo xolasa. Bu yerda toza novi detallarimiz turadi. Radnoy detallar kuzovda yechilgan, masalan, original. Men uydagilar bilmasi kerak, ekan bilmasi kerak degan mijozlar uchun Radnoy toza vazn olib septirib o'tirmaydilar, zavodskiy svetda bor. To'g'ri keladi, qistirib beramiz. Damasning lentalari bilan turibdi. Ava, to'g'ri ishi dara bitadi, tez bitadi. Ibondagi toza detallar, orqasida farlar, radiatorlar. Radiatorlar. Ava, depada bamperlarimiz, orqa bagajlar. Gapning qisqasi, hamma zapchasi bor. Любой zapchasini xohlasangizlar, originali, xohlasangizlar ina bunday bo'yaladigan detal. Seri detallari bor ekan. Bemalol Urganch shahridagi BYD GM brend do'konini servisina tashrif buyursangizlar, Behruzbek sizlarni kutib oladi. Batafsil ma'lumotlar uchun pastda telefon raqamlarini qo'yamiz. Nechta zapchasi kerak bo'lsa, bemalol telefonda bog'lanib, inomarkaniki kerakmi, GMniki kerakmi, inshoot o'zida topib beradilar. Topmasalar, zakaz bo'yicha oldirib beradilar. To'g'rimi? Xudo xolasa. Like arziymi? Birdana like bosib, mashinani remont ettirajak yurtdoshlarimizga ina shu videoni yuborib qo'ying.